Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda sizlar bilan Microsoft Word dasturida jadval yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun dasturni ishga tushirib olamiz va stavka menyusiga o'tib olamiz. Keyingi holatda tablitsi bo'limi, Davabi tablitsi bo'limi bor. Shu joydan sichqonchamiz orqali birinchi holatda belgilab olib, jadval yaratish imkoniyati mavjud. Endi jadvalni holatini o'zgartirish uchun mana yuqori qismi yoki o'rtaga olib keladigan bo'lsak, ikki tomonga strelka bo'ladi. Chap tarafini bosib, bemalol tortib o'zgartirishimiz mumkin. Xohlasangiz bu yerdan o'zgartirishingiz mumkin, xohlasangiz yuqori qismidan qaysingiz qulay bo'lsa, shuni ishlatib bemalol katta kichik qilib to'g'irlashingiz mumkin bo'ladi. Doim tartib raqam, familiya, ismi, sharifa, tug'ilgan kuni, imzo. Misol uchun barchasini belgilangan holatda markazga rostlab olamiz. Nomerlarni qo'yib chiqamiz, qatorlarni. 5-qatorda qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki keyingi qatorda qo'shmoqchi bo'lsangiz, oxirgi ustunga borib bir marta chap tarafini bosib, klaviaturadan tab tugmasi bor. Tab tugmasini bir marta bosish orqali keyingi qatorni yaratishingiz ham mumkin. Yoki mana pastrog'iga olib keladigan bo'lsa, plus tugmasi chiqadi. Xohlasangiz qatorda, xohlasangiz ustun kerak bo'ladigan bo'lsa, ustunga ham shu holatda qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Mana plus chiqadi. Yoki o'ng tarafini bosib stavit. Xohlasangiz chapga, o'ngga, yuqoriga, pastga yangi qator qo'shishimiz imkoniyati bor. Bu joydan ham bemalol tanlab yana qo'shishimiz mumkin. Kerak bo'lsa sohani o'chirish uchun belgilab olamiz. Kerak bo'lsa soha va klaviaturadan o'chirish tugmasi yoki o'ng tarafini bosib udalit yachek buyog'i tanlanadi. Shu holatda barchasi o'chib ketadi. Shu joydan ham bemalol katta kichik qilib razmerini o'zingiz jadvalingizga kerakli sohani to'g'irlab olishingiz mumkin. Keyingi holatda qalam orqali jadvalda kerakli joyini chizib, yangi yoki qatorni to'g'irlab olishingiz mumkin bo'ladi. Shu holatda yoki yana bitta usuli, tablitsaga kirib stavit tablitsu buyrug'ini tanlaymiz va bu joyga o'zimizga kerakli bo'lgan ustun va qatorni yozib, OK tugmasi shu holatda chiqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.